Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlar Milliy Vural kanalini ko'ryapsiz. Obuna bo'lishni unutmangizlar. O'zbekistonda ko'rganlaringiz uchun nima deydi? YouTube bir so'm pul bermaydi. Chunki bizning davlatimiz YouTube'ni yomon ko'radi. Chunki haqiqatlar gapiriladi. Men paxta sanoatida korrupsiya bo'yicha bugun o'z fikrimni bildirmoqchiman. Biz tavba qildim, endi Rossiya mahalam bundan bir xususiylashmasdan oldin 5-6 yil oldin ham baraka bo'lganda, shu Rossiya mahaldan boshlab boshida tuproq qo'shib paxta topshirildi davlatga. O'sha topshirgan paxta shu sadag'asi ketib hammaga yetardi. Ichida hech qilmasa 4 dan biri tuproq bo'lsa ham. Tuproq solingan paxtani olib borib topshirgichi edi, korxona yedirgichi edi. Barakasi bordi. Tepadagi o'g'irlar ham yerdi o'shani. Mansabda kim bo'lsa korrupsiyaga aloqador, uni hamma biladi. Butun xalq yil yetkichi edi. Hozir men o'zim paxta sanoatida ishchi bo'lib ishlaganman. Eng katta korrupsiyaga botgan soha, shuning uchun ham 100% yaxshi bilaman. Davlat ham bilardi. Mana xususiylashtirdi, lekin hozir hech kimga yetmayapti. Yo'q, o'shaning puli, barakasi qayerga ketyapti bilmaymiz. Hozir shu paxta bilan xalqni boqqan. Xalq ishsiz. Rossiya mahal sadag'asiga berayotgan oyligi mustaqillikdan keyin berilayotgan oylikni qo'pol qilib 4 dan birini berib qoldi bizga. 8 soatlik shartnoma qildi, 16 soat ishladik. Moddiy mana zarar so'rab sudga murojaat qilishlaringiz mumkin. Kechirasizlar, u zamonlar hali kelishiga ancha bor. Ma'naviy, moddiy zarar berayotgan hali bizning davlatimizda jamiyat hali shakllangan yo'q. Faqat kirim kirgizish kerak bu davlatga. Bo'ldi, xalq o'ylayotgan hech kim. Mustaqillikdan keyin ham shu paxta bilan o'zi iqtisodimizni ko'tardi. Hamma institutda o'qigan yoki bir qayerda ishlagan bo'lsa, doktor bo'ladimi, domla bo'ladimi, umuman davlat tashkilotida ishlayotgan institutdagilar ham 3 oylab, 2 oylab paxtaga chiqdi, paxta terdi. Chopiqqa chiqdi, lekin o'shani orqasi, paxtani orqasidan baraka bordi. Chunki bunday hisob kitob qilib qarasa, 5 kilo paxtani puli yo 6 kilo paxtani puli o'sha mahal bir kishining oyligiga yetishadigan narxida. Chunki 3 kilo, 4 kilo paxta siyosat deb terdirganlardi. Oxirigacha paxta terim xabar bo'lsa, bilsalaringiz, o'zlaringiz ham tergansizlar. 3 kilo, 4 kilo terimi o'zi qoplamaydi ovqat pulimni. Qanday qilib 3 kilo, 4 kilo uchun ham ushlab turibdi meni deb hisob kitob qilsalaringiz, u juda katta pul hisoblanadi sotilayotganda dollar. Bu hamma biladi, lekin shu haqida fikr bildirgim keldi. Lekin hozir yerlar ham sotildi, paxtalar ham sotildi, lekin bu nima demoqchiman? Baraka qochib ketdi. Baraka yo'q. Paxtani puli qayerga ketyapti? Oltin, boshqa narsani pulniki bilmaymiz, neft pul qayerga ketyapti. Xalqimizda hozir qarab 3 milliondan ortiq xalqimiz ishsiz ekan chet elda. Yana shundan ham soliq undiraman deyapti bir xila. Bir Alisher Qodirov tepadagi o'zi hamma joyda rasvo bo'lib ketgan ekan. Qolganlari ham shunday fikr bildiryapti. Bu noinsof, nonko'rlarning bolalari, yuqoridagilar bolalar bor, bir chet elda qullik qilsa edi, bir million dollar ustida uxlamay, qissasi to'la dollar bo'lmay, inomarka mashin minmay ishlasa edi, o'shanda tushunardi kambag'allik kunini. Bitta o'ylab qolaman-da, shu paxta sanoatida qancha kishi ishlagan, rais bo'lgan, qancha ishchi bo'lgan, traktorchi bo'lgan, kultivatsiyachi bo'lgan, hamma narsa bo'lgan. Yo'q hozir, ketdi baraka. Davlatga manfaat berayotgan bo'lsa, xalqqa berayotgan yo'q. O'shalardan ham tashqari yana hamma soliq taraf jarimalar oshirib, xalq iqtisodini qiynash bilan davlat shug'ullanyapti. Bilmayman, agar shu yetayotgan bo'lsa, nima davlatimiz qarzga botib ketadi? Nima tok narxi, gazni narxi, hamma narsaning narxi oshadi? Tushunmadim men. Umuman birorta odam muttaham emas davlatdan. Davlat muttaham edi, oylik berish deb o'ylardi. Hozir muttahamda ish yo'q. Kelib o'tirib, ber. Hammasi ber deb so'raydi. Tushunmadim, bu qanaqangi bir
ahmoqona zamon bo'ldi. Umuman xalqni bir o'ylaydigan bir odam qolmadi. Qonunlar so'rasang bir tashkilot ishlamaydi, lekin qonunlar ber degan qonunlar chiqib ketyapti. Bilmam xalqni O'zbekistondan ko'chirishmi maqsadi, bilmam bu yuqoridagilar. Men shu tasavvurimga sig'ira olmayapman hozir. Kuzatib boringizlar, Milliy forum